BDT İnsan Hakları Ali Komissari İşxanasının Şərqi Türkistan haqidagi dokulatı e'lon qilinganligiga dal 1 yil bo'lganligi har qaysi taratqularda kuchli kun tartibga kelayotgan bo'lib, 6 sentabr xalqarodagi nüfuzli kanallardan Al Jazeera kanalida bu vaqtda bir suhbat o'tkazildi va Uyg'ur bilan Xitoy munoziralashdi. Programmaga Turkiyadan Şərqi Türkistan axborot va media jamiyati raisi Istiqlol televiziyasi mudiri Abdulvaris Abduxoliq apandi ve Beijing'den Xitoy rejimining tashviqotchisi bo'lgan siyosiy analizchi va yozuvchi Ronxuan qatnashgan bo'lib, riyosatchi BDTning Şərqi Turkistonga aloqador doklati haqida har ikkalandan savol so'radi. Abdulvaris apandi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq inson haqlari oliy komissari Michel Bacheletning bultur 31 avgust vazifa o'tash muddati to'shgan oxirgi paytlarda Şərqi Turkistonga aloqador e'lon qilgan doklatda tilga olinganlar Xitoyning jinoyatlarining hali ham davom qilayotganligini, afsuski xalqaro kechirim tashkiloti tilga olgandek Xitoyning mazkur jinoyatlariga qarshi har qaysi davlat va tashkilotlarning inkosining yo'q deyarlik ekanligini bildirdi. Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqining yillik yig'ini Chex poytaxti Pragada ochilgan bo'lib, Xitoyning navbatdagi xiristlarga taqobil turish uchun yangi a'zo qabul qilingan. Yilda bir o'tkaziladigan mazkur boshliqlar yig'inida Filippin, Keniya va Paragvayning parlament a'zolari xalqaro parlamentlar ittifoqining a'zoligiga qabul qilingan. Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Jiaoshi Praga boshliqlar yig'inida yepili so'z qilgan bo'lib, u xalqaro parlamentlar ittifoqining Tayvanni qo'llaganligiga rahmat aytgan va bu qo'llashning Tayvan xalqining tinchlik va muqimligini qo'g'dash irodasi, shundaqla erkinlik va demokratiyaning o'rtaq qimmat qarashini kuchaytirganligini ta'kidlagan. Zimiston to'rining 4 sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Şərqi Turkistondagi Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kun tartibida turayotgan bir paytda Xi Jinping 26 avgust Urumchini ziyorat qilgan bo'lib, bir necha kun o'tgandan keyin Xitoy Kompartiyasi siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenchangning Gansuda qilgan so'zlari diqqat qo'zg'agan. Chen Wenchang ziyorat jarayonida Gannan oblastidagi amaldorlarga Xitoy rejimining ulardan atalmish Xitoycha zamonaviylashtirish ilgari surish, bexatar va muqim ijtimoiy muhit barpo qilish uchun bo'lgunchalik va xurofotlikka qarshi zarba berishni umid qilganligini aytgan. Xitoyning hukumat xizmatchilarining hukumat organlarida iPhone ishlatishni cheklaganligi to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin olma shirkatining pay bahosi 6% dan ko'proq tavallab $200 milliard ziyon tortgan. Amerika Valkochisi gazeti Xitoydagi hukumatga qarashli organ va tashkilotlardagi xizmatchilarga olma shirkatining iPhone tipidagi aqli iqtidorli telefon va boshqa chet el markalarining modellarini xizmatda ishlatmaslik va ularni xizmat o'rniga ekanmaslikka buyurilganligini ilgari surgan edi. Xitoy hukumati Indoneziya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni xohlaydiganligini bayon qildi. Amerika bilan Osiyo Tinch okean rayonida ta'sir ko'rsatish konseri kuchayayotgan bir paytda Xitoy bosh ministri Li Chang nüfus va iqtisod jihatdan halqiliq bo'lgan Indoneziyaga hamkorlikni kengaytirish va o'zaro ishonchni cho'nqurlashtirish uchun yetkazdi. Egilinishcha Sharqi-Janubiy Osiyo ellari ittifoqining 43 qatimliq yig'iniga qatnashish uchun Jakartaga borgan bosh ministr Li Indoneziyaning prezidenti Joko Widodo bilan ko'rishgan. Xitoyning tarixiy Ipak yo'lidagi savdoni jonlantirish nomida o'tirg'a qo'ygan balvoq va yo'l tashabbusiga qatnashgan birdan-bir G7 davlati bo'lgan Italiya bu tashabbusdan ziyon tortmay yumshoq chekinish yo'lini izlamoqda. Italiya 2019-yilda qatnashgan bir balvoq bir yo'l tashabbusidan ayrilishni muzokara qilayotgan bir paytda muavin bosh ministr va tashqi ishlar ministri Antonio Tajanining 3 sentabrdan 5 sentabrgacha Beijing ziyorati jarayonida bergan uchurlari kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Tajanni ziyoratdan ilgari Italiya Ipak yo'li tashabbusidan kutganiga erishmaganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Beijingda bu bizning kutaygan hamkorligimizning yangi davri degan. Bugun Marokashda yuz bergan 7 bal yer tevrashda dastlabki mo'ljallarga qaraganda 820 odam hayotidan ayrilgan. Marokash davlatlik geofizika instituti Marokash yuz bergan yer tevrashning 100 yildan buyon davlat tarixidagi eng chong yer tevrash ekanligini e'lon qildi. Egilinishcha, Marokash, Asyolal, Agadir, Varazat va Chechava qatorliq shaharlarda o'lish yaralanish ahvoli yuz bergan.